Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Xitayning London shahar markaziga Amerikadagi Xitoy elchixonasining ko'lamidanmi 2 esi zo'r bo'lgan mega elchixona qurish iltimosining Angliyadagi Uyg'ur, Tibet, Hong Kong tashkilotlari va musulmon jamoatlarining qattiq norozilik sababli yaqinda London Tower Hamlets hukumat majlisi tarafidan oxirgi qatim rad qilinishi Xitoy hukumatining qattiq g'azabini qo'zg'adi. Bu hodisa Angliya matbuotlarining qiziq temasiga aylandi va Uyg'ur irqi qirg'inchilik masalasi Angliya matbuotlarida qayta kun tartibga keldi. Angliya matbuotlarida Dunyo Uyg'ur Qurultayining bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinning Yevropaning asosli poytaxtlarida bundoq zo'r Xitoy elchixonalarining qurilishi Xitoyning mavjud qilgan insonlarga taxim cho'nqir his qildirib qolmay, Xitoyning chegara halqan bostirishiga uchrayotgan Uyg'urlar orasida tashvish va andish paydo qiladi degan so'zlarga o'rin berildi. Qurultay London ishxonasining direktori Rayma Mahmud xonim bu munosabat bilan matbuotlar qilgan so'zida asli andishimiz Xitoy qarshi kuchlarni ta'qib qiladigan yuqori texnikalik nazorat sistemasining Xitoy tarafidan yangi elchixona qurish bahonasida London shahar markaziga yerlashtirilishidan iborat. Bu Xitoy qarshi o'qitish kuchlarining bexatarligiga taxim zo'r tahdid shakllantirdi deb ko'rsatdi. Ve London Tower Hamlets hukumat majlisining qarorini Qurultay nomidan qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qildi. Xitoy hukumati 2018-yili London Tower Hamlets saroyidagi xon jamiyatiga mansub qadimiy pul muomala markazini 700 ming kvadrat metrlik yeri bilan qo'shib 325 million dollarga setib olgan va bu o'ringa zo'r ko'lamlik mega elchixona qurib chiqish uchun 2022-yili Tower Hamlets saroyining hukumatga rasmiy iltimos sungan edi. Bu xabar tarqalgandan keyin Angliya Uyg'ur jamiyati, Dunyo Uyg'ur Qurultayı, London ishxonasi, Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'sib qilish jamiyati va Londondagi Tibet, Hong Kong va musulmon tashkilotlari ko'p qatim keng ko'lamlik norozilik namoyish o'tkazib, London Tower Hamlets hukumat majlisidan Xitoyning yangi elchixona qurish iltimosini rad qilishni talab qilib kelgan. Uning ustiga London Tower Hamlets rayoni musulmonlar eng zich o'ltiraqlashgan rayonlarning biri bo'lib, musulmon parlament a'zolari va musulmon jamoatlari Uyg'ur tashkilotlarining chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shib, ularning norozilik harakatlariga qatnashgan va London Tower Hamlets hukumatiga qaratgan besimini uzluksiz oshirib kelgan edi. Natijada London Tower Hamlets hukumat majlisi elchixona quriladigan o'rinning atrofi qadimiy qurilishlar bilan qoplangan, bundaq bir o'ringa elchixona binosi silish shaharning ko'rinishiga va obraziga salbiy ta'sir ko'rsatadi degan sabab qilib, Xitoyning iltimosini oxirgi qatim rad qildi. Buning bilan Xitoyning qarorga qayta e'tiroz bildirish huquqi qolmadi. Texi yaqindala Türkiyədə rəsmi advokatlık guvohnomasiga erishib, muhaciratdagi bo'libmi Turkiyadagi qarindoshlarimizni alayda söyündirgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining Turkiya vakili, chet eldagi Uyg'urlar orasida va matbuotlarda zo'r ta'sir qo'zg'agan Oilam Nada harakatining asosli boshlamchisi Javlon Shirmamat apandimning oldingi kuni vatandagi qadrli dadisi Shirmamat Xudoyor apandimning bir hafta burun jazo lagerida shahid bo'lganligidan xabar topganligi haqidagi qayg'uli xabar muhaciratdagi bo'libmi Turkiyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni cho'nqur azobga soldi. Bugun yani 28 avgust tushda İstanbul Zeytinburnu sahil jamoasida Dunyo Uyg'ur Qurultayı vaqfisining raisi Abdurshid Abdulhamid boshchiligidagi vaqf idora hay'at a'zolari Qurultayning Turkiyadagi vakillarini o'z ichiga olgan ko'plagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qatnashishida marhum Shirmamat Xudoyor apandimning g'oyibona janoznamasi tushirildi. Oldi bilan marhumga Allohdan rahmat tilaymiz. Mekani cennet bo'lsin deymiz. Qarindishimiz Javlon Shirmamatga sabr tilaymiz. Bütün urug' tuqqanlari, oila tavobatlarga sabr tilaymiz. Alloh kuch-quvvat bersin. Endi bu Sharq Turkiston davosini qilayotgan chet eldagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning, sepdoshlarimizning bir kun shunday bir xabarni elish ehtimoli har vaqt bor. Şunlaşqa biz bu qarindoshlarimizning hammasiga kuch-quvvat, sabr ve Xitoyning har xil o'yinlarga aldanib ketmay, o'zidagi mustahkam irodasini saqlab qola oladigan va yo'lidan qaytmay davom qila oladigan bir irodani o'zida mujassamlashtirishni umid qilamiz va biz bu shunday qilishga tirishamiz inshaalloh. Bu yol asan yol emas. Hakikaten bir insanın ki özünün anısının, dadısının, urug' tuqqanlarının, qarindoshlarının shunday bo'libmi matem kunlarda, vafot bo'lgan kunlarda bir tuproqning beshida bir ketman to'p tashlay olmay
qachon vafot bo'lib ketganlikdanmi ba'zilar yillardan keyin, ba'zilar oylardan keyin, ba'zilar haftalardan keyin xabar ola oladigan bu shundoq bir sharoit tutdimiz. Bu haqiqatan bu oson bir ish emas. Şunlaşqa bütün dünyadaki Şarkı Türkistan davasını kılan qarindoshlarımızga yanılan qaytmas ve güçlü iradelik buluşqa, cesur buluşqa ve barlıq hazırlaştırıp qılıp kelayotgan fedakarlıklardan yanmaslıqqa ündeymiz ve bunu davet qılımız. Biz mi elbette şundan qılımız deydiğen gep nayeti köp bugündük şundan matemlik bir günde müşinçilik gep bilen ahırlaştıray. Hammalarni hürmet bilen salamlayman. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Eysa efendimning bu münasebet bilen Cavlan Shirmamat efendimga yollagan ta'ziyanomasiga aynan mundaq deyilgan. Hürmetlik Cavlan Shirmamat efendim, sizdek g'ururluq, vatansuvar, millatparvar bir jangovar kurashchimizni yetishtirgan qadrlik dadingiz Shirmamat Xudoyir efendimning boqiy olamga safar qilganlik xabarini anglab cheksiz azoblandik. Allah ailingizga va sizga sabr ato qilsin. Mustabid Xitoy hokimiyati yillardan buyon sizning vatanlik ota-onangiz va urug' tuqqanlaringizni go'rgil bilib, sizni milliy da'vodan voz kechirishga urinib kelgan bo'lsa-mu, ammo siz Xitoyning turli besim va tahdidlarga bo'yin egmay, butun Sharq Turkiston xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish yo'lida ilib berayotgan kurashlaringizdan aslo voz kechmadingiz va sizning bu kuchli milliy irodangiz ko'plagan yoshlarimizga ulgu bo'ldi. Bu münasebet bilen sizge cheksiz hürmetimizni izhar qilamiz. Yana mush fursatdan foydalanib, sizning Turkiyada rasmiy advokatlik guvohnomasiga erishganligingizni yurakdan tabriklaymiz. Nuri Turkel, Alim Seyitov, Mehmet To'xti boshchiligidagi bir turkum vatanparvar Uyg'ur advokatlar sepiga yana sizdek bir jangovar kurashchimizning qo'shilganligi hammamizni cheksiz iftixorlantirdi. Cheksiz qayg'u va ehtirom bilan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Eysa. Növbetde Türkiye'de ziyareti bolayotgan Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi ve Uyghur Kişilik Huquq Qurilishining direktori Ömer Qanat efendim, Türkiye'deki Uyghur teşkilatlarining mas'ullari ve cemaat erbablari bilan, shundaqla Türkiye'de o'qiyotgan Uyghur o'quvchilarining vakillari bilan keng doirada uchrashib, maxsus suhbatlar ilib bordi. 23 avgust kuni İstanbulda Dünya Uyghur Qurultayı vaqfisining idora hay'at a'zolari ve Qurultayning Türkiye vakillari bilan maxsus suhbat ilib borgan Ömer Qanat efendim, 25 avgust kuni İstanbulda elgi tonilgan cemaat erbabi Abduqadir Yapchan efendim bilan ayrim uchirish ilib berib, uningga Dünya Uyghur Qurultayining xalqaro sahnlarda ilib berayotgan faoliyatlar haqida ma'lumot berish bilan birga, Sharq Turkiston davosining buningdan keyingi strategiyasi va yo'l xaritasi haqida fikr almashtirgan va shu qatorda xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining bir qism a'zolari bilan uchrashib suhbatda bo'lgan edi. 26 avgust Ömer Qanat va navbatda Turkiyada ziyorat bo'layotgan Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovdin efendi bilan birga İstanbulda bir qism Uyg'ur o'quvchilarining vakillari bilan uchrashib maxsus suhbat ilib bordi va Turkiyada o'qiyotgan Uyg'ur universitet o'quvchilari duch kelayotgan turli masalalar va ularning Dünya Uyghur Qurultayidan kutadigan konkret talablar haqida o'quvchilarimizdan atrofli fikr oldi. Qurultay Yoshlar Komitetining muavin mudiri va Qurultayning Turkiya vakili Abduqadir Uyg'ur efendimning o'rinlashtirishida o'tkazilgan suhbatda Ömer Qanat efendim o'quvchilarga Dünya Uyghur Qurultayining xalqaro sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlar haqida ma'lumot berdi. Ömer Qanat efendim 27 avgust kuni yana Dünya Uyghur Qurultayi vaqfisining raisi Abdurashid Abdulhamid va muavin raisi Dilshod Barishchi efendilarning hamrohligida İstanbul Sharq Turkistonliklar Federatsiyasining asosli mas'ullari bilan ko'rishib, ularga Uyg'ur davosining xalqarodagi, bo'libmi Amerikadagi taraqqiyot yuzlanishi haqida ma'lumot berdi. Ömer Qanat efendim suhbat qilgan so'zida xalqimiz hayot-mamotlik xavfga duch kelgan va Uyg'ur masalasi xalqaroliq muhim masalalarning biriga aylangan bugungi xalqlik vaziyatda Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari o'rtasidagi birlik, ittifoqlik va o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirishning to'liq zarur ekanligini va buning muhojiratga qarindoshlarimizning o'rtaq talabi va orzusi ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Kanadaning korxonalarni nazorat qilish organi 24 avgust Walmart, Hugo Boss qatorliq shirkatlarning Kanada tarmoqining Uyg'ur majburiy emki bilan bo'lgan aloqasini tekshiradiganligini e'lon qilgan. Bu mazkur organning bu yil 5-oydan beri Nike, Kanada Xan Jamet oltinchilik shirkati, Ralph Lauren qatorliq shirkatlarning Uyg'ur majburiy emki bilan bo'lgan aloqasini tekshiradiganligini e'lon qilishdan buyon, yana ikki dongli xalqaro shirkat ustidan tekshirish ilib bordiganligini jakarlishidir. Dünya Uyghur Qurultayı Qonun Komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xti efendim 2022-yili Kanadadagi 28 kishilik huquq tashkiloti va ommaviy guruhlarni, shundaqla advokatlar jamiyatlarini safarbarlikka keltirib, ularning o'rtaq
ortaq imzosi bilan Kanadada Uyg'ur majburiy emkiga chetishliq bo'lgan 14 cho'ng shirkat ustidan Kanadaning korxonalarni nazorat qilish organi ariznoma sungan edi. Kanadaning korxonalarni nazorat qilish organiga ariznoma sungan edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Kanada korxonalarni nazorat qilish idorasi 24 avgust bayonot e'lon qilib, Kanadadagi 28 tashkilotning o'tgan yil 6 oyda sungan ariz shikoyatiga asosan yuqorqi ikki shirkatga qarta o'zlarining dastlabki baholash dokladini e'lon qilganligini bildirgan. Kanada korxonalarni nazorat qilish idorasining oshkorlashicha, mazkur organ ya'ni Italiyaning OTB shirkatiga qarashli dizel shirkati ustidan tekshirish ilib bordi ekan. Korxonalarni nazorat qilish idorasining bosh nazoratchisi Shiri Mayahofa 24 avgust e'lon qilingan bayonotda navbat taraflar orasida murosasa qilish mumkinchilik bo'lmag'achqa, bu dokladda o'ttirib qo'yilgan bayonlarga qarta tekshirishni boshlaymiz degan. Lekin Reuters agentligining bildirishicha, mayli Hugo Boss yoki Walmart bo'lsin, har ikki shirkat o'zlarining majburiy emgak bilan aloqasi borligini rad qilgan. Holbuki, hozir qadar Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq deb ayblangan hech qanday bir xalqaro shirkat bevosita yoki vositalik bo'lsa-mu uning chetishliq ekanligini e'tirof qilib boqmagan. Reuters agentligining aytishicha, Walmart shirkati ariz shikoyatdagi hech qanday bir o'rin o'zlarining aktiv ta'minlash zanjiri doirasida emasligini bildirgan. Hugo Boss bo'lsa ularga qartilgan ayblashning hech qanday asosi yo'qligini ilgari surgan. Kanada korxonalarni nazorat qilish idorasining qayd qilishicha, Walmart o'ziga qartilgan ayblashni rad qilgan bo'lsa-mu, lekin uningga qarta konkret javob bermagan. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Mehmet To'xtapandim bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Bu tekshirish başlatilganligidan iborat bu xabarning e'lon qilinishi bilan dunyoning har qaysi joylaridagi cho'ng matbuotlar va Kanadadagi yerlik matbuotlar bu temaga asosan nayt cho'ng qiziqdi. Shundaqla ba'zi cho'ng shirkatlarmi dastlabida bizning bu shikoyatimizni jiddiy olmagan shirkatlar endi bu shikoyatni jiddiy qilib o'ylashga boshladi. Ba'zi shirkatlar tashkilotimiz bilan aloqa qilib bu ishni qanday besiq turish haqida paranglashni xohlaydiganligini bildirishdi. Bu muhim masala. Bu Federal tekshirish idorasi o'zining tekshirish dokladini e'lon qilgandan keyin bu cho'ng shirkatlarning Kanadaga ilib borilgan har qanday, ya'ni hukumat tomonidan berilgan import kinishkisi, ya'ni ruxsatining bekor qilinishi ehtimolligi bo'ladi. Ya'ni bu hukumat tomonidan e'lon qilingan bu dokladdan keyin bu shirkatlarning Uyg'ur hasharamga bilan bo'lgan chetishligi hukumatning o'zining dokladida muqim jazmalashtirilgan bo'lg'achqa, federal hukumatning bu shirkatlar haqida hozirgacha berib kelgan har xil moliya yordamlari to'xtaydi. Shundaqla bu shirkatlar haqida kelgusida Kanadaning yerlik sotlarida bu shirkatlarni arz qilishda qo'limizdan oid kuchlik moddiy asos paydo bo'lgan bo'ldi. Bu Kanadadagi bu elib bo'lgan qonuniy faoliyatimizdan keyin hozir Yevropada va Amerikada qanday qilib shu Kanadada ilib berilgan bu faoliyatga o'xshash bu cho'ng shirkatlarni, bo'lib Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishlik shirkatlarni ana shu Yevropa Birligi davlatlarida va Amerikada o'xshash qonuniy shikoyatlar bo'yicha buni bir palla ko'tarsak degan qiziqishlar bo'lyotdi. Matbuotlarning qiziqishi asosan shuningga markazlashgan. Xudoyim buyursa, pat yaqinda bizning shu 13 shirkat haqida ilib bo'lgan qonuniy shikoyatimizni to'plab bu federal tekshirish idorasining doklati e'lon qilingandan keyin buni kitobcha qilib taqatmoqchi. Bizning shikoyatlarni tayyorlash usullarimiz, paketlar qanday tayyorlandi, bu hukumatning tekshirish idorasi bilan bo'lgan uchur aloqa qanday ilib berildi, bu shirkatlar bilan bo'lgan uchur aloqa qanday ilib berildi, eng oxirida qanday paketlarga asosan Kanada federal hukumati bu tekshirish dokladini e'lon qildi. Bu doklad nima deyilgan? Bu dokladni biz qanday sohalar bo'yicha bu shirkatlarga qarshi ishlatamiz va qanday qilib Uyg'ur majburiy emgakida ishlangan mahsulotlarni Shimoliy Amerikaga kirishini cheklayamiz degandek nurg'un sohalar bo'yicha bu dokladlarni ishlatish mumkin. Shuning uchun bu yolg'iz bizning tashkilot uchun, Kanadadagi Uyg'urlar uchun emas, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur da'vos qilayotgan tashkilotlar uchun cho'ng bir g'alaba hisoblanadi. Chunki bu cho'ng shirkat deganimiz milliard dollarlik cho'ng shirkatlar. Bularni sot orqali qablashmi intayin tas, chunki bularning yollaydigan nayta qimmatbaho advokatlari bor. Lekin bu federal tekshirish idorasi ilib bo'lgan tekshirish natijasida o'tirib qo'ygan doklati o sotning qaroridan kuchli bo'ldi, chunki hukumatning organi bo'lgani uchun. Shu sababdan va rasmiylikka erishgan bo'ldi.
Bundan keyin bu dokladlar her qaysi joylarda, her qaysi tashkilotlar tarafidan shu shirkatlarning boshqa davlatlardagi faoliyat uchunmi misol uchida, misol sifatida ishlatiladi. Shuning uchun buning ham qonuniy ahamiyati va bu shirkatlarga berilgan signali ham Xitoyga berilgan zarbisi Uyg'urlarning shu majburiy emgakka silinish qilmishining dunyoda texmi e'tirof qilinishi favqulodda muhim ahamiyatga ega deb qaraymiz. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.